Assalomu alaykum hammaga. Dipal C07 mashinasini olib qoldik. Bu mashinaga Starline signalizatsiyasini qo'yib berdik. Mashina polностью telefondan boshqariladi. Prilojening tepa qismida mashinaning sostoyaniyasini ko'rsatib turadi. Qancha toki bor, mashinaning akkumulyatorining zaryadkasi, salon temperatura, motor temperatura. Hop, kartada mashina qatib turibdi, qatdan qatga yurganlarini ko'rsatadi. Telefondan dunyoni xohlagan joyidan ochib yopib zaat qilsak bo'ladi. Salonchidagi klimatlarni, podогрев сидения и orqa лобовое stiklosini yoqib o'chirsak bo'ladi. Hop, mashinani distansionni zaat qilamiz. Hop, mashinamiz zaat bo'ldi. Klimatlarni boshqaramiz. Xohlagan gradus qo'yamiz. 28 qo'ydik. Yoqamiz. Mashinani ochamiz, tekshirib ko'ramiz. Hop, podогрев сидения bor. 28 gradus и orqa лобовое stiklo. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.